40 dan ortiq mamlakatda O'zbekiston tarixiga tegishli moddiy va ma'naviy manbalar sochilib yotibdi. Va ana shu manbalar, adabiyotlar ichida qo'lyozmalar teng yarmini tashkil qiladi degan fikr to'g'ri aytildi. Va bu qo'lyozmalar asosan dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari Amerika Qo'shma Shtatlari, to'g'ri sanadingiz, universitetlar, muzeylar, Buyuk Britaniyada, Fransiyada, Italiya sharqshunoslik institutida, Italiyaning Milan muzeylarida, o'zimizning Osiyo mamlakatlari Hindistonda, Pokistonda, Turkiyaning Sulaymoniya muzeyida, kutubxonasida, xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, Eronda juda katta miqdorda O'zbekiston tarixiga, Misr Arab Respublikasida O'zbekiston tarixi va butun Markaziy Osiyoning qadimiyati, o'rta asrlardan hikoya qiluvchi adabiyotlar, demak, sochilib yotibdi. Endi bu asarlarni u yerliklar qanchalik o'rganyapti degan savolingizga javob shundan iboratki, birinchidan Yevropaliklar nazdidan kelib chiqadigan bo'lsam, ularni ko'proq ikkita Renessans davri juda qiziqtiradi. Juda qiziqtiradi. Chunki ular qanday bu darajaga erishdi? Uyg'onishning siri qayerda? Agar e'tibor bersak, musulmon Renessansi degan iborani ham shvetsariyalik olim fanga kiritgan. Ular kerak bo'lsa ko'proq o'rgandi. Ikkinchi misol keltiraman, mana François Hainaut degan fransuz tarixchisi bor. U 10-15-asrlarda Markaziy Osiyo degan asar yozdi yaqinda. Uni taqdimotini O'zbekistonda qilib ketdi. Ya'ni ular juda ham katta e'tiborini o'rta asrlarimizga qaratadi. Biroq bu degani boshqa davrlar tarixi ularning e'tiboridan chetda qoldi degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak, chunki ularni muzeylar va kutubxonalarda saqlanayotgan asarlar turli mavzularda. Men keyinroq to'xtalaman. Masalan, Germaniyaning muzeyida Bayonqulixon maqbarasi bor. 14-asr o'zimizning Bayonqulixoni, Chig'atoyzodaning maqbarasi. Ana shu maqbaraning bir bo'lagi, o'sha yerdagi bir anjomlar borib qolganda, ular bizni arxitekturamizga ham shu orqali qiziqyapti. Yoki Yevropa muzeylarida Mirzo Ulug'bekning Zich asarining bir nusxalari bor. O'sha astronomik ilmni qanchalik rivojlanganligini o'sha yerdagi manbalar orqali talqin qilishga e'tibor kuchaydi. Ammo ayniqsa Yevropa mamlakatlarida, Britaniya muzeyida, Parij, Fransiya milliy kutubxonasida, juda ham Cambridge universiteti kutubxonasida, Oxford Islom tadqiqotlari instituti kutubxonalarida juda qo'lyozmalar ko'p ekanki, ular uni tadqiq qilishda muammolarga ham duch kelyapti. Qanday muammolarga? Muammolar shundan iboratki, uni o'qiydigan, uni tadqiq qiladigan mahalliy mutaxassis yo'q. Shuning uchun shu sohalarda bizni o'lkamiz O'zbekiston olimlari bilan ular hamkorlik qilishga, ilmiy aloqalar o'rnatishga ham majbur bo'lishyapti. Demak, bu ulardagi Markaziy Osiyodagi ilm-fan, madaniyat bilan tanishish, o'rganish nuqtai nazaridan, kashf etish nuqtai nazaridan va bu mintaqa dunyo ilm-faniga bugun kirib kelmadi. Bular o'sha haqiqatda tamaddunning beshik hududi ekanligini asoslash uchun ham ular yozyapti. Masalan, Friedrich Starr degan bir olimimiz bor. U har doim o'rta asrlarda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hududlari haqida ko'p yozadi. Ular e'tirof etyapti va qaysidir ma'noda bizni tariximizni targ'ib qilishda, tanishtirishda davom etishyapti. Bu yaxshi holat deb hisoblayman.